Qurilishda bo'layotgan kamchilik va xatolar haqida yana gaplashamiz. Mana bu yerda uyimizni sokil qismini qilamiz. Sokil qismida ozgincha mana bunaqa joylariga e'tibor bermasa, ish dabdala chiqaveradi. Bizi bu uyimizni ichkari tomonlarini hammasini sokillarini qilib chiqamiz. Sokil qilganda men e'tibor beryapsizlar. Uy mana shunaqa yoyilgan holatda bo'ladi. Busiz iloji yo'q. Ustalarimiz yo ishlash kerak, yo uyga tegini yig'ishtirib chiqish kerak bo'ladi. Hozir bu yerda uyimizni patolog qismi toshlarini shunga bo'm qilinyapti, pastda sokillari qilinyapti. Toshlarni mana bunaqa olib kelib tushirib olinadi. Bu toshlari Ko'ksaroy toshlari bo'ladi. Bu yerda kesib, to'g'irlab, razmerlarini o'lchab, sokillarga shunaqa yopishtirib chiqamiz. Bu sokil xizmatlarini kvadratini metrini $10, faskasini $2 qilinyapti. Tuniga fonni bo'lsa, kvadrati $11 boshlab qilinadi. Birinchi bo'lib eslab qoladigan narsalarni aytaman. Birinchi bo'lib uylarning fasad qismini remont qildirayotganingizda birinchi sokildan boshlash kerak. Sokildan boshlangandan keyin undan keyin patolog qismini qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tunikafon, alkafon o'zingizlarni xohlagan narsalarni ketma-ketligida to'g'ri bo'ladi. Ana undan keyin uyimizning devorlarini traventin yoki dojdik o'zingizlarga yoqqan variantda remont qilsangiz bo'ladi. Oxirgi qismida aytaman, oxirgi qismida pol qismi bo'ladi. Pol qismini polni xohlasanglar burchakka, xohlasanglar kafi xohlagan variantingizda qo'ysanglar, ishinglarni ketma-ketligi shunda to'g'ri bo'ladi. Qiziqarli ma'lumotlar olish uchun kanalimizga a'zo bo'linglar. Bundan ham qiziq narsalarni, haqiqatlarni olib chiqib boramiz.